tug'ruqim haqidagi videoni 3-qismi. Qolgan 2 qismni profilimdan o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Bilmaganlar uchun men Navoiylikman. Navoiyda qaysi raddomda tug'dingiz degan savol menda lichkamda ko'payib ketdi. Men aynan областной raddomda tug'dim, prenatalmi deyilar ekan. Областнойda tug'dim. O'zi aslida shaharda yashovchilar, propiskasi shaharda bo'lganlar Gulistonga qaraydi, lekin hozirgi vaqtda ayni men tug'ish davrimda 15 kun Guliston raddom ishlamagani uchun Gulistondagi raddomga qaraydiganlar prenatal, ya'ni raddom областнойda yo'naltirildi. Va men областной raddomda tug'dim, ya'ni hech qanaqa pul to'lamadim. O'zi вообще-то siz bez направления borsangiz, pul to'lab tug'ar ekansiz, keservaga ham alohida to'lov bor, tabiiy tug'ruqni ham to'lov bor ekan. Lekin men o'zi направление bilan borganim uchun ham bizda tug'ruq tekin bo'ldi. Ya'ni men faqat pullik palatada yotganim uchun pullik palataga pul to'ladim. Pullik palatalar esa kuniga 250 mingdan ekan. Oddiy xona, faqat konditsioneri va undan tashqari холодильниги, ba'zi bir qulayliklari bor, xolos. Men atigi областнойda 3 kun yotdim. Menga областной qay darajada yoqdi, bu haqida fikrimni sizlarga bildiraman degandim. Tug'ish masalasiga kelsak, doya, o'sha ginekolog tug'diradigan ginekolog, sanitarka menga juda ham yaxshi tushdi. To'g'risi, bu narsadan hech qanaqa pretenziyam yo'q. Juda ham zo'r tug'dirishdi. Bez razriv tug'dim, ularni aytganini qildim. Juda ham muomalasi ham menga yoqdi, shaxsan menga yoqdi. Lekin biz уже anonga ko'chdik, palataga ko'chganimizdan keyin u yerda unchalik ham zo'r qarashmas ekan. Bilaman, o'zi hech qaysi raddomda ham bunaqa sizga kelib, bunaqa ухаживать qilib yotmaydi, lekin baribir nimanidir so'rasangiz ham, nimadir ozgina yordam so'rasangiz ham yoki nimadir qilsangiz ham sразу isterika bilan gapirishar ekan. Shuning uchun ozgina shu joylari yoqmadi. Bu meni shaxsiy fikrim. Lekin tug'dirishda hammasi juda ham menga juda ham yoqdi. Pullik palatada ham palatani sharoiti lichna menga juda ham yoqdi. Bu gapim bilan sizlar raddom aynan областной tanlamanglar demoqchi emasman. Shaxsan men boshqa raddomlarni bilmayman. O'zim tug'gan raddom haqida gapiryapman. Navoiylik bo'lganim uchun, so'raganinglar uchun. областной raddom haqida meni shaxsiy fikrim 10 dan 7 gacha baholagan bo'lardim. Tug'dirish hammasida zo'r o'tdi, lekin o'sha 3 kun yotgan bo'lsam, 3 kun men juda ham qattiq qiynaldim. Nimadan qiynaldim? Menda ko'mak yo'q. Bu menda birinchi bola. Emizishga qiynaldim. Qanaqadir joylarda nimadir besabab yig'lasa qiynaldim, misol uchun ko'tarib turishga qiynaldim, ba'zida nimadir joylarda qiynaldim-da. Va yordam so'rasam, men juda ham bir salgina qo'polroq muomalani his qilganim uchun ham menga shu joylar biroz yoqmadi, chunki men birinchi ona bo'lishim, bu narsalarni birdan bilib tug'ilmaydi, baribir ayol kishi. Naborot shundaqa uyga kelgim keldi. Men uchun o'sha 3 kun juda ham qiyin o'tdi. Uyimni juda ham sog'indim. Qisqa qilib aytganda, meni tug'rug'im xuddi shunaqa o'tdi. Inshaalloh homilador ayollarning hammasiga oq yo'l tilayman. Men sizlarga o'zimni tug'rug'imni gapirib berib, kimnidir qo'rqitish, kimnidir nimadir qilish niyatim yo'q. Shunchaki so'raganinglar uchun shaxsan men o'zimni tug'rug'imni boshimdan qanaqa o'tganini sizlarga aytib berdim. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan ham qiziq videolar profilimda.